Yiliga 100dan ortiq yaponlar islom dinini qabul qiladigan Yaponiyaning eng katta masjidi Tokio jomiga xush kelibsiz. 1938-yilda tatarlar tomonidan qurilgan ushbu masjidning eng birinchi imomining nasabi O'zbekistonga borib taqaladi. Tokio jomi 2000-yilda Turkiya davlati tomonidan yangidan qurib bitkazilgan va hozirgi kunda Shibuyaning eng diqqatga sazovor joylaridan biri hisoblanadi. Har oy o'rtacha 20 nafar yapon islom dinini qabul qiladi, 20 ga yaqin nikoh qayd qilinadi. Hayit namozlari ushbu masjidda 2-3 marta ketma-ket o'qiladi. Har oy 10 dan ortiq dars va tadbirlar tashkil qilinib, umumiy hisobda 500 ga yaqin yaponlar ishtirok etishadi. Asosiy eshikdan kirganingizda yapon tiliga tarjima qilingan islomiy kitoblar bor. Kirishda o'ng tomonda turli tadbirlar, yig'ilishlar, bepul Ramazon iftorlari va to'y marosimlari tashkil qilinadigan katta zal bor. Ramazon kunlari iftorlikka har kuni 80 ga yaqin yaponlar va 700 ga yaqin musulmonlar tashrif buyurishadi. Tokio jomida halol do'kon ham bo'lib, masjid xarajatlarining katta qismi aynan shu do'kondan tushgan mablag' orqali qoplanadi. Masjid oldidagi ushbu binoning 3-qavatida Tokio jomi instituti joylashgan bo'lib, u yerda turli darslar tashkil etiladi. Har yakshanba bolalar uchun o'zbek tili darslari ham o'tiladi. Yaponiyada islom ruhini his qilmoqchi bo'lsangiz, Tokio jomi eshiklari siz uchun doim ochiq.